Odamlar sizni hurmat qilmasligini 3 ta sababi. Birinchisi, odamlar sizni qulay payt bo'lganida ustingizdan hazil qilishadi. Va keyin voy hazil-ku, hazil ko'tarmaysanmi deb gapirishadi. Ya'ni mana shunaqa holatlarda ham sizni aybdor qilishga harakat qilishadi. Ikkinchisi, siz odamlarni xafa qilib qo'yishdan qo'rqasiz. Ularni fe'liga, kayfiyatiga qarab, ular bilan ehtiyot bo'lib gaplashishga harakat qilasiz. Va sizdan so'ralgan biror sizga yoqmagan ishlarga ham yo'q deya olmaysiz. Uchinchisi, siz o'zingiz haqingizda doim atrofdagi hamma odamlarga aytib berasiz. Rejalaringiz, orzularingiz va maqsadlaringiz haqida. Va doim odamlarga o'zingiz haqingizda hisobot berasiz. Qayerga borib keldingiz, nima ishlarni qilib keldingiz va nima ish qilyapsiz. O'shaning uchun agar o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirishni va atrofdagi odamlar sizni hurmat qilishini xohlasangiz, unda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradigan qo'llanmani olib o'rganing. Qo'llanma haqida to'liq ma'lumot profilda yopishtirib qo'yilgan videolarda qoldirilgan.